Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birgaligida 2 dona tuxumdan 15 minutda tezgina shunaqa mazali taomni birgalikda tayyorlaymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum, 1 dona piyoz, 2 dona pomidor, kichkinaroq, bitta ko'k bolgarskiy, bitta qizil bolgarskiy hamda bir katta taqsimchada qotgan nonni to'rab qo'yganimizdan kerak bo'ladi. Hamda bir cho'mich yog' va tabga ko'ra tuz kerak bo'ladi. Hozir bolgarskiy, pomidor, piyozlarni to'rab olamiz. Mana piyoz, bolgarskiy, pomidorlarni to'rab oldik. Hozir bo'lsa tovamizga bir cho'mich yog' soldik, endi tuxum solamiz. Mana tuxumni sovaldik, aralashtirib tashlaymiz. Aralashtirib tashlamaymiz. Ustidan tuz sepamiz. Ustidan piyoz soldik, endi aralashtiramiz. Mana piyozimiz sal tilla rangga kirishni boshlaganda bolgarskiylarni solamiz. Mana bolgarskiylarni ham sovaldik. Bolgarskiyni sovaldik, yana bir ikki marta aralashtirib olamiz. Mana pomidorlarimizni ham sovaldik, endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana pomidorlarimizni ham aralashtirib oldik. Endi ozgina pomidorlar o'lishini kutamiz, keyin ustidan nonimizni solamiz. Mana pomidorlarimiz ham o'lyapti. Endi ustidan yana ozgina tuz sepamiz, chunki boya tuxumga kamroq tuz sepgan edik. Mana endi buni ustidan nonimizni solamiz. Mana nonlarimizni solib, endi aralashtirib olamiz. Mana nonimizni ham solib yaxshilab aralashtirdik. Endi yarim piyoladan kamroq suv solib 5 minutga dimlaymiz. Mana suv ham soldik, endi dimlaymiz. Mana 5 minut vaqt o'tdi, taomimiz tayyor bo'ldi. Mana taomimizni lagamizga solib, chiroyli qilib chetlarini bezatib oldik. Sizlar ham qilib ko'ringlar, albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.